39 birinchi savol. Glyukozaning chala parchalangan qismi to'liq parchalangan qismidan 3 molga ko'p. To'liq parchalangan qismdan hosil bo'lgan ATFlar soni chala parchalangan qismdan hosil bo'lgan ATFdan 7,6 marta ko'p. Jami parchalangan glyukoza molekulalari sonini va to'liq parchalanishdan hosil bo'lgan energiya miqdorini kilojulda hisoblang deb berilyapti. Demak, bizda glyukozamiz bor ekan, chala parchalangan va to'liq parchalangan glyukoza. Aytyaptiki, chala parchalangan qismi to'liq parchalangan qismdan 3 molga ko'p. Ya'ni to'liq parchalanganimiz x bo'lsa, chala parchalanganimiz x plus 3 ekan. Va bizda yana ma'lumot bor. To'liq parchalanishdan hosil bo'lgan ATF va chala parchalanishdan hosil bo'lgan ATF ga nisbatan 7,6 marta ko'p ekan. Xo'p, endi bizda chala parchalanishda S6H12O6 chala parchalansa 2 ta ATF hosil qiladi. Glyukoza to'liq parchalanadigan bo'lsa 38 ta ATF hosil qiladi. Xo'p, bizda x plus 3 mol bu chala parchalangan glyukoza edi. 1 moldan demak 2 mol ATF hosil bo'lsa, x plus 3 dan demak 2x plus 6 mol ATF hosil bo'lgan. To'liq parchalanishdan 1 moldan 38 mol hosil bo'lsa, demak x molimizdan 38x ATF hosil bo'ladi. Bizda aytdiki, to'liq parchalanishdan hosil bo'lgan ATF chala parchalanishdan hosil bo'lgan ATFdan 7,6 marta ko'p ekan. Ya'ni mana bu 38x ni 2x plus 6 ga bo'lsak chiqish kerak ekan 7,6. Demak 38x barobar 7,6 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 15,2x plus 7,6 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 7,6 ko'paytirilgan 6 45,6. 38x dan 15x dan ayrimiz. 38x dan ayrimiz 15,2x ni 22,2x 22,8x teng 45,6. X teng demak 2. Bu degani to'liq parchalanganimiz demak 2 mol ekan. Chala parchalanganimiz x plus 3 edi. Demak bu 5 mol bo'lgan. Xo'p, bizdan so'ralayotgan narsa A savolda jami parchalangan glyukoza molekulalari soni deyapti. Demak, A savolimiz jami parchalangan, ya'ni 5 mol chala plus 2 mol to'liq. Demak 7 mol glyukoza parchalangan. Xo'p, B savol to'liq parchalanishdan hosil bo'lgan energiya miqdori deyapti. 1 mol glyukoza to'liq parchalangan bo'lsa 2800 kilojoule energiya hosil bo'ladi. Bizda 2 mol to'liq parchalangan. Demak qancha? 5600 kilojoule bo'lgan. Demak javobimiz A javobga tushyapti. Ya'ni jami parchalangan 7 mol va to'liq parchalanishdan hosil bo'lgan energiya esa 5600.